Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun 17-iyun 2025 sanasidan kechki vaqt bilan video qilyapmiz. Ushbu g'ishtlarimiz 350 markali bloklarimiz demak yuklanyapti. Zafarobod tumani 31-sovxozga chiqib ketyapti. Oxirgi reys demak 2600 dona buyurtma berishgandi. Oxirgi mashinani chiqarib yuboryapmiz. Latokli bloklardan ham yuklangan. Razmerlari 20-30-60 razmerda bo'ladi. Og'irligi 12,5 kilogramm. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi. Demak, yangi g'ishtlarimiz quyilyapti. Qurigan g'ishtlarimiz demak plashatkalarda yetarli miqdorda. Kimga qancha kerak bo'lsa buyurtma berishlari mumkin, yetkazib beramiz. Telefon nomerlari ekranda qoladi. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani Ko'pgumbazda ishlab chiqarilyapti. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi. Bemalol kelib, ko'rib, tekshirib xarid qilishingiz mumkin. Videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. G'allaorol Pena Blok eng sifatlisini taklif qiladi.